Ama yana maqtanyaptimi? Xarakter hozir yediraman. Давай. Akam kecha yangi mashina oluvdilar. Qanaqa mashina? Mers. Nimasi bor akayni? Mana akam Mersi bor. Mana eshagim bor. Mana akam yangi iPhone 7 bor. Mana eshagim bor. Mana akam menda ukasi bor. Sani ham akang eshagi bor ekan u. Ustoz, tualetga chiqib kelsam maylimi? Befarosat qilsan tashqariga ketsang bo'ladi-yu. Tashqariga chiqib kelay. Tashqarida nima qilasan? Tualetga kiraman. Bor tur yo'qol. So'nggi qo'ng'iroq. Bahorda bo'ladi so'nggi qo'ng'iroq. Ishonaveringlar, mana shu qo'ng'iroq so'nggisi. Sen jinni bo'lib qoldingmi? U 25-mayda so'nggi qo'ng'iroq. Zavonokka buzib keldim. Voy. So'nggi qo'ng'iroq shu. Menimcha chiqishing qiyin bo'lib ketdi. Odamlarni uxlashini kutdim-da. Oyimlar bo'lganda ertaroq uxlardilar. Adang uylantiramizmi? Hazillashmang. Ketiga aylanamiz. Xatga boramiz. Bilmasam, To'xta, u senga qanaqa bolalar bilan aylanish yoqadi? ko'za kelgan bolalar bilan degan. Qish keldi. O'zi hamma ko'jaga yotdi. Tushunmadingiz. Soch uzun bolalar bilan. To'min joydamiz sani. Yarim kechasi qatdan top beraman senga soch uzun bo'ladi. Yana tushunmadingiz. Ha, tushundim. Top beraman. Bonim. Ko'zimdan nima ko'ryapsan? Omon, balchiq. Burnimga qarama, ko'zimga qara. Katamara o'chamizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ne so'ragan? 100 ming so'm. Bu bilan chiq. Bu bilan chiqsangiz ham 100 ming so'm. Ko'rdingmi? Bir tillik o'rni yo'q ekan. Bo'pti, yur.